Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomliq programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomliq programmamning 33-chi qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Shundaqla sizlar bilan Xitoyning qulaydiganligiga oid uchurlarni o'rtoqlashayotganligimdan bu haqda muloyiza va suhbat ilib berayotganligimdan sizlarni dushmanimiz Xitoyninki qandaq bir vaziyatda turayotganligi, Xitoyninki ichki vaziyati, tashqi xalqarалық vaziyatlar haqida muloyizalar bilan ta'minlayotganligimdan intayin xursandman. O'tganda xabaringlar bo'lgandek, men Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomli programmamning 31-chi qismida Xitoyning qo'lishininki men ve siz o'ylagandan betterrek tez ve tasodifiy bo'lganligi haqida bir muloyizani boshlatgandim. Bu muloyizamda asosan Xitoyninki ichki ahvoli, iqtisodiy ahvoli ve boshqa shirkatlarning ahvoli ve shunga o'xshagan uy mulk shirkatlari, paychak bozorlari, harbiy qism qatorliqlar, yoshlarning ahvoli, nopus ahvoli haqida bir muloyizani başlatqandım. Birinci qismi sizlarga sunib bo'lib, ikkinchi qismida başlashim kerakdi. Lekin dunyo vaziyatida bo'layotgan nurg'unlagan jiddiy o'zgarishlar Xitoyning xalqaro jamiyat tarafidan bo'libmi, Amerika prezidenti Donald Trump tarafidan bek bir bulungu qisilib qilayotganligi dek ahvollar xalqaro yuz berayotgan, garchi Uyg'ur deb Uyg'urlarning ismi tilga ilinmagan taqdirdami, lekin umumiy bir Uyg'urlarga foydali bir vaziyatlarning asta-asta tuydirilmasdan shakllanayotganligi haqida uchurlar bakchiq bo'lganligi uchun bugun men u muloyizamning ikkinchi qismini sizlarga keyinchalik sunishga kechiktirib bir yangi mazmun tayyorladim. Programmam asosan 3 qismdan tarkib topadi. Doimga o'xshash muqaddima, asos, gavda qism va xotimidan iborat. Muqaddima qismida men shu Oqsaroyga kelib ketgan, shu dunyoninki kun tartibida jiddiy o'zgarish yasayotgan davlatlar va haqida muloyiza olib borman. Bo'pmi, shu yaqinda Donald Trump efendim O'rta Osiyo yoki Markaziy Osiyodagi 5 davlatninki liderlari yoki tashqi ishlar ministrlari va yoki bosh elchilari bilan ko'rishib, O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sir doirasini cho'nqurlashtirishga bo'lgan aniq maydonni ifodaladi. O'tgan qism programmamda men sizlarga Markaziy Osiyodagi 5 davlatninki Shanxay 5, yani Shanxay 5 degan Uyg'urlarni qo'llab tutish tashkilotininki a'zolari ekanligini, bu Shanxay 5 hamkorlik tashkilotidagi davlatlarni Amerikaga chaqirishninki Uyg'urlar uchun bir narsalardan derak berganligini, Xitoyninki Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti deydigan Uyg'urlarni qo'llab tutib Xitoyga o'tkazib berdigan bu hamkorlikning oxirgi kunlarga qarab ketayotganligining derak berganligi haqida to'xtalgandim. Donald Trump efendim shu Markaziy Osiyodagi 5 davlatninki liderlari bilan, bosh elchilari bilan, tashqi ishlar ministrlari bilan qizg'in ko'rishdi. Bu yerda uzun yillardan buyon Xitoy bilan Rossiya bu yerga bo'lgan ta'sirini kuchaytirib, Xitoy bu yerni xuddi o'z sig'ib ichadigan bir kalog'lam o'xshatib olgan, bu yerning Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi davlatlarning neftini, tabiiy gazlarini, butun boyliqlarini simirib tatib shu Xitoyga ekitib, bu davlatlarni bo'zaq qilib, bu davlatlarni o'zining bir oq bog'chisi bilan aylantirib qo'ygandi. Ham bu yerdan o'tadigan, o'zinglar bilsa, Qo'rg'osdan o'tadigan bir temir yo'l, qora yo'l, tosh yo'l orqali
temir yollar arkalık Azerbaycan ve Türkiye arkalık Akdeniz ve Avrupa tutuşulgan İpek yolunun ki yanı bir kolu mishallardan ötetti. Şu arkalık bu yerlerde yaşaydığı Uygurlarını mı, jirgini mücüp bu devletlerini mi Xitayga Uygurlarını azraqlan bu Xitayga karşı hareketlerini ippagan Uygurlarını Xitayga ötküzüp beriş şartlarını koyup bu arkalık Uygurlarını qattiq bastırışının bir tügünü qıvagandı Merkez Asya'daki qeyrindaşlarımız yaşaydıgan devletlerini. Mesela 2001 yıl bolsa gerek, men vaqtni sal xata dep qo'yib atamdim ya. Kitapta batdı. Onun qarash qilgandim 2001 yıl bolsa gerek. Şu G'olji 5 fevral inqilobidan keyinki 1998 yıl 4 ayının 19 günü G'olji nayisining Xudiyar yüz bergen Hamad Memtimin, Hamid Muhammed, Tursun Salay, Qasim Maqber, Tursun Nurdun qatarlıq nurg'ulg'an jangchilar bilan Xitoyning qurolli kurashchilar o'rtasida bo'lgan to'qinishlardan keyin bu yerdagi Hamad Muhammed şehit bo'lib, Xitoyning eng mamlakat darajalik birinchi darajalik jangchisi Longfey'ni uyada etip ötürüp, onun avtomatını, ilgar avtomatını Tursun Salay olcu elip, Hamid Muhammed ve onun qeyrindaşları, septaşları bu Qorşavdan sağ salamat keçip qutulup, yani şöyle 6. ayının 29. günü yüz bergen 29. iyun 940 yılında Xitayning tiştirnig'iga qurollangan qurolliq askarlar bilan etişiş arqılık Abdurrahman Feyzi qatarlıq Xitayning bir qançılığan askarlarını ig'ir yaralandırıp, bu yerda yana Nurlan Koyongchan qatarlıq Xitayning askarlarini öldürüp, şu tiştirnig'iga qurollangan Xitoy qurolliq kuchlarining qo'rshovidan bosib chiqib, yana Xitoyninki mush G'olja nayisi, G'olja shahri, Chapjan naylariga bo'lgan qattiq qo'rshovlar emish, osmonda to'r yerda qalqon qilib ipag'an qattiq bastırışları, mahallalarga tam-tamlaq chaplayotgan tutish buyruqlariga qaramay, saq salamat shu Qozog'istonga qochib chiqqan Hamid Muhammed, Qasim Maqber, Tursun Nurdun qatarliq mushu Uyg'ur qahramon kurashchilarini Qozog'iston shu Shanxay Besh hamkorlik tashkilotining to'xtamiga qo'l qo'yganligi uchun Xitoyga o'tkazmagan. Hozir ular Tarim turmusida bo'lishi mumkin. Buning xalqaro jamiyatning qattiq noroziligi, Amnesty Internationalning boshqa kishilik huquq tashkilotlarining shuncha qattiq noroziligiga qaramay, Qozog'iston Xitoy bilan Shanxay Besh hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lganligi uchun o'tkazmagan. Uningdan boshqa qaysi bir yili yana Xitoyninki shu Qorg'as chegarasi orqali qochib chiqqan Shuhrat Saidahmad ismli bir qeyrinishimizning Erkin Osiyo radiosi bilan aloqalashib shular uchun yetkazib Xitoyninki gumon ob'ekti bo'lgan bir qeyrinishimiz O'rta Osiyoga qochib chiqqandan keyin, sog' salomat qochib chiqqandan keyin buning bu qeyrinishimizning soti bo'layotgan jarayonlarda butun kishilik huquq tashkilotlari Amnesty International'ninki qattiq noroziliklarga qaramay, Qozog'iston bu qeyrinishimizni Xitoyga o'tkazmagan. Bu qeyrinishimizningki hozir ahvoli qayergacha buni bilgan olmaydi. Demakki, Xitoy bu Shanxay Besh hamkorlik tashkiloti orqali qo'lini O'rta Osiyoga so'zib, razil qora qo'lini Uyg'urlarni qo'g'lab tutadigan, Uyg'urlarni madrasadir qilolmaydigan bir Markaziy Osiyoga aylantirish uchun tirishib kelgandi. Demak, Markaziy Osiyodagi 5 davlatni Oqsaroyda Donald Trump efendimning qabul qilishi va O'rta Osiyoga mablag' soldiganligi, O'rta Osiyodagi ta'sir doirasini kengaytirganligi haqida
bular bilen kelişimlerini tüzüşü ve söhbetleşişi Uygurlarni, O'rta Osiyo xalqlarini, Markaziy Osiyo xalqlarini bir nefes ağzıplı qalmay, Uygurlar üçün bir çoğun nefes ediş fürsəti ip keldi dep oylayman. Bu yerdeki uzun yıllardan buyan Haqqani bo'lgan Xitoyga berilgan intayin ig'ir bir zarba deb o'ylayman. Mushu Trump efendimninki Markaziy Osiyodagi, yani O'rta Osiyodagi bizning qo'shnimiz bo'lgan, bizning mushu bizning G'uljidan, Qo'rg'osdan Yarkan kichi bo'lgan orlig'i 100 kilometr, 200 kilometr mushu atroflarda bo'lgan mushu yaqin qo'shnimiz hem urug' tuqqanimiz bo'lgan O'rta Osiyodagi davlatlarni Donald Trumpning Oqsaroyga chaqirtib ip olgan suhbatlar jarayonida kishining diqqatini to'ldimi chekadigan bir so'z bo'lib o'tdi. U bo'lsa Qozog'istonninki Cumhurbaşkanı, Baş ministri To'qayev Trumpni qattiq maqtab ketdi. Siz xuddi shu bizga o'xshash millatlarni qutqizish uchun jannatdan chiqqan bir lider. Siz deb darajadan tashqari maqtab ketdi. Bu sözning, bu jumlalarning oqisida Qozog'istonning mohiyatda Xitoy bilan sayyoqchi, mayyoqchi bo'lib o'tayotgan bilan mohiyatda Xitoydan jiq to'yib ketganligini, bezor bo'lib ketganligini, Xitoy vahimasini, Xitoyning sal-pal Qozog'iston Ondaq bo'lib qolgan vaqtida Qozog'istonni besib olish ehtimolining borligini hammani tushunib to'lib yetganligini, mushundaq bir ikkinchi alternativ, yana bir ikkinchi bir xil kuch, ya'ni Amerikadagi dunyodagi cho'ng bir kuchning O'rta Osiyoga, ya'ni Qozog'istonga ta'sir ko'rsatishga mablag' silishlaridan intayin xushal ekanligini va xushallik bilan qarshi olganligini bo'lgan ümidining cheksiz ekanligini bildiradigan jumlalar bu. Ya'ni Xitoydan jiq to'yib ketganligini bildiradigan bir xil yoshirin Xitoyga bo'lgan isyon va bir namoyish jumlasi deb tushunaman. Demak, Amerikaning bu yerlarga ta'sir ko'rsatishidan O'rta Osiyodagi Qozog'iston qatorliq nurg'ulg'an shu 5 davlat xushal bo'lgan, biz Uyg'urlarga bir umid olib keladigan bir strategiya, Amerikaning strategiyasi deb qarayman. Ham Qozog'iston bilan Donald Trump efendim 17,5 milyar dollarlik energiya va nadir elementlar kelishim tuzgan. Nadir elementlar kelishim tuzgan. O'tganki 32 qism programmamda men shu O'rta Osiyoning boyliqlari, nadir elementlar va boshqa boyliqlar haqida, O'rta Osiyoning strategik ahamiyati haqida necha vaqtdan buyon bu yerga Amerikaninki ancha ko'z tikmay kelganligi, Bayden hukumatining qatorliqlar haqida muloyiz etib olgandim. Agar xohlasanglar 32 qism programmamni yana bir qayta ko'rib baqsanglar bo'ldim. Endi O'rta Osiyoni tilga olgan vaqtimizda O'rta Osiyoni tilga olgan vaqtimizda mishada yana Zangezur koridori degan bir koridor haqida to'xtalishga to'g'ri keldi. Zangezur koridori Janubiy Kavkaziyada bo'lib, Azerbaycan bilan Azerbaycanning Abnum rayoni bo'lgan Naxchivan shundaqla Ermənistanның Zangezur rayonida o'tadigan bir koridor. Azerbaycan bilan Azerbaycanninki yana bir Abnum rayoni bo'lgan Naxchivanni shu o'tirdan Ermənistanning bir burjiga ayirib turdi ekan. Shu Naxchivan shundaqla Ermənistanning bir qismi va Ermənistondagi Zangezur bilan Azerbaycan 3 nuqtani tutashtirilgan bir yerdi bu. Yani Azerbaycan bilan Türkiye o'zaro birlashib
bu yo'lni taş yo'l bilan temir yo'l o'zaro bir-biriga taş yo'l bilan temir yo'lni o'zaro bir-biriga bog'lash orqali Türkiye ve Azerbaycan'ı O'rta Osiyoga tutashtiradigan janub bilan shimolni, sharq bilan g'arbni tutashtiradigan bir koridor oldiga ekan. Shu 2020-yildagi Qarabağ urushidan keyin o'ttirga chiqqan Türkiye Qarabağ shu 2020-yildagi Qarabağ urushidan keyin Türkiye bu Azerbaycan'a yardım qilib Qarabağni Azerbaycan'a Ermenistan'dan ipleyen. Bir yerde Karadeniz çırpınıyor degan bir naqsha pek meşhur. Bunu bu deganlik Karadeniz çırpınıyor deganlik Karadeniz to'lg'inib ketyapti degandan iborat. Bunu bir Azerbaycanlik bir naqshchi işçiden şu naqshning tekstiga moslashib turib aytdi. Anglag'uvchilarni diqqat bilan anglaydi. Bu bir Azerbaycan Türkiye do'stligininki simvoli sifatida Azerbaycan bilan Türkiye'nin bir millet, ikki davlat ekanligining simvol sifatida davomli aytilib keldi. Lekin bu naqshlar aytilgan vaqtida tanishuvchilar, bu yerda o'tirib tanishuvchilar Tahlimakonning qanchalik to'lg'inib ketayotganligini, bir ejderhaning og'zida qanchalik tishlarni g'uchiriltib bir ejderhaning yoyitib olganligini, 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'urni jazo lagerlariga tashlab nurg'unlagan Uyg'urlarni shu 6-7 yilning ichida yo'q qilib etganligini, Tarim vadisining qanchalik chirpinib ketayotganligini o'ylabmi qo'ymaydi. Hamda eng kulgili bo'lgan yeri bu yerni To'ray yo'li davagan. Bu To'ray yo'li amaliyotda Xitoyning Kemishadan o'tadigan bir yo'l, bir balvoq shirin tushi bilan birlashtirib, Zangezur koridorni hamkorlashtirib Xitoy bilan birlashib o'rtaq bir ish. Bu yerda Uyg'urlarningki o'ylab qo'ydigan Uyg'urlarning manfaati degan bir narsa qat'iy mavjud emas. Qandaymi Uyg'ursiz bir to'ralliqni tasavvur qilgani bo'lsin, qarindoshlarim. Uyg'ursiz to'ralliq degan mavjudmi? To'ralliq degan nima zodi? To'ran degan kalimaning ma'nosi nima? Uyg'urlarni tashlab qo'yib, Uyg'urlarni bir ejderhaning og'ziga tashlab qo'yib, qanday yesang ye, parchalab yemsa yapti, yemsa qanday yesang ye deb qo'yib, bu yerda to'ralliqni amalga oshirgan bo'lamdi. Dal mishaykaga vaqtida men bu qarindoshlarimga o'zimizni battarбек ichim og'riydi, chunki ham shundaqla Qur'ondagi Ayyub alayhissalom qissasini xotirlayman. Ayyub alayhissalomga Allah nurg'un yer zamin arazilarni bergan. Yer zamin arazilarni bergan, 12 o'g'il bergan. Bayashat shu davrning payg'ambar qilib so'zi gibi o'tadigan bir imtiyozlarni bergan. Ammo Ayyub alayhissalomning shu davrning pravinining oldiga berib, haq adolat masalasida ozroq sukut qilib qolganligi uchun, haqiqatni adolatni yeri keltirmay qolganligi uchunla Ayyub alayhissalomga o'rnidan tura olmay qolgan ig'ir kasal bo'lgan Ayyub alayhissalomning butun badallari og'rib, faqat tililam harakat qila oladigan kechirsizlar ahvolga kelib qolgan vaqtida Ayyub alayhissalom Allohga duo qildi. Alloh mening sana duo qilgan tilimning saq bo'lganligidan men sana hamd sanolar aytaman deb. Oxirida Alloh Ayyub alayhissalomningki gunohlarini mag'firat qildi, afo qildi. Shunga o'xshash bu yerdagi Zangezur koridori degan bu koridorni shu Xitoy bilan birlashib bir balvoq bir yo'lda birlashib hamkorlashib ishib boradigan bir koridor qilib qurib chiqqandi. Ammo Ermeniston bu yo'ldan o'z bexatarlik uchun andish qilg'iliqdi. Ermenistonninki shu bexatarlik uchun
nayeti ciddi rayon bulup sirkiliş payda bo'layotgan bir joydi. 2025 yılı Ağustos'ta Amerika bu yolunu 100 yıllık icra edip müşakip oturup aldı. Amerika Donald Trump efendim Zengezur koridorunu Donald Trump efendimden ben 8 oruçni tügettim degan oruçlarını müşahedeki ciddi ihtilafla Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan otursadaki bu cengicidalik Zengezur koridoruga bu ciddiçiliklerini tügütüp bir yerdeki bütün ihtilaflarını yok kılıp Donald Trump efendim bir yani 100 yıllık icra edip Zengezur koridorunu bir yerdeki caylaştı. Bu digellik Xitayninki ütüngan birden-bir en çok kolu yolu boğan bir balvaq bir yolun yeniği kelip Amerika otadı degen gep. Bu bir balvaq bir yolun ki təsirini yoqutuşda çoğun bir rol oynaydı. Bir yerde Xitay bilen işbirliği qilishning o'rniga Amerika bir yerde O'rta Osiyoga o'zining ta'sirini ko'rsatish orqali bir yerdagi Türkiye devletlerini bir tarafdan Amerikaga O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo devletlerining rahbarlarini chaqirib suhbatlashish, yana bir tarafdan bu Zengezur koridoru masalasini o'zining qo'liga ilish orqali bu devletlarni Xitoyninki bo'yin turg'idan qutuldirib o'z tarafga tatmoqchi bo'ldi. Bu yolni Zengezur koridorunu Xitoy Amerika 100 yillik ijaraga olgandan keyin bu yolni Trump Road for International Peace and Prosperity, yani Trump xalqarалық tinchlik va gulinish yo'li deb ism qo'ydi. Endi şu Türk siyasetçilerinin bazı Türk siyasetçileriga aqlim hayron qoldi. Bu Xitoyning xatirini bular to'liq his qilib yetmadimi bilmadim. Davlat bag'chili efendim uzun muddatlik tajribelik bir siyasetchi turib şu Xitoy, İran ve Türkiye üçü birleşip hamkorlik qilib berish haqida o'zining takliflarini o'tirib qo'yibdi. Buningdan men bek aqlim hayron qoldi. Turkiya texchi bu Xitoyninki xatirini his qilib yetmagan chig'i. Endi yana bir Aqsaroyga kelib ketganlar ichida Uyg'urlarning manfaatiga yoki Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan temalardan biri Trump efendimninki yaqında şu Suriye prezidenti El-Shara bilan Aqsaroyda ko'rishganligi. Bu jarayonda El-Shara Amerika askarlari bilan basketbol o'ynadi. O'zinglarning xabaringlar bir yilning oldida El-Shara Amerika tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan, tutmaganlarga 10 million Amerika dollari mukofot berdigan bir terror tizimligidagi bir kishidi. Demek dünya tez özgürüp gidiyordu. Yakıla itekle yaka bulup dünyanın bütün tertibi, gün tertiplerde, dost düşmanlar çembereklerde hemen nerside tez özgürlükler bu atıda. Donald Trump efendimin kolunu pek çın tutup 3 yıllık özünün hukuk yürgüzgen mezgilde nurgun işlerini amellik aşırı ediş için cık tırışçalıklarını köstüyordu. Bunun 90% yoki 100% atrofida Xitoyni ojizlatish bo'lib ko'rinadi. El-Shara yana Marco Rubio bilan ko'rishdi. Marco Rubio efendim bilan El-Shara qo'l elishib ko'rishgan vaqti kishini bekmi ta'sirlantirdi. Bu ikki kishi Uyg'urlarni eng yaxshi tushunadigan, eng yaxshi bilgan kishilarning biri bo'lib hisoblanadi. Dunyodagi xalqarodagi siyosatchilarning ichida Marco Rubio Amerikada Uyg'urlarga chiqarilgan qonunlar bilan Uyg'ur xalqining qalbidan o'rin olgan, Uyg'urlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilikni eng kuchli ravishda Amerikada e'lon qilinishiga
Türkü bo'lgan Uyg'urlarning beshib kelgan 40-yillik mezgilda Uyg'urlarning endi tug'an dunyodagi eng chong siyosatchilarning biri. El Sharah bo'lsa bizning Uyg'ur jangchilarimiz, Uyg'ur kurashchilarimiz bilan okoplarda, jang maydonlarida eng ig'ir kunlarda birlik kurashlarni qilib, Asad hokimiyatini Suriyadan qo'g'lab chiqarib yangi Suriya hukumatini qurish jarayonida eng ig'ir kunlarda murni ko'tarib Uyg'ur jangchilarimiz bilan kurash qilgan, sinalgan sadoqatmandlik ko'rsatgan bir-biriga kishining biri. Rahimsiz jang maydonlarida, nəhayət ig'ir shart-sharoitlarda Uyg'urlarni tonigan, Uyg'urlarning qahramonligi va sadoqatmandligiga qo'l qo'ygan, Uyg'urlar qimmat bergan, terror qalpoq ostidagi dunyo vaziyatida Uyg'urlar bilan taqdirdosh bo'lgan bir lider. Onundan başqa Al-Sharah efendimninki 84-diviziyasi davlat armiyasi da Uyg'ur askarlar vazifa o'tab turibdi. Shuning uchun Al-Sharah efendimni ko'rgan vaqtimizda xuddi Uyg'urlarning kelajak bir kun Aqsaroyda Donald Trump efendim bilan onundan başqa Marco Rubio efendimlar bilan qo'l elishib ko'rishadiganligidek bir umidni berdi bizga. Endi bu yerda asosliq Al-Sharahninki Aqsaroyga kelishidagi asosliq sabablarninki biri İbrahim kelishmasi qo'l qo'yish. Bu yerda men İbrahim kelishimnomasini sizlarga bir ozroq xotirlatib o'tmoqchiman. İbrahim kelishimninki asosliq maqsadi İsrail bilan Arab dunyosi o'rtasidagi dushmanlashishni tugutish yoki azaytish. Rayonda tinchlik, tijorat va ishbirligini amalga oshirishdan iborat bo'lib, O'rta Sharq masalasi va Falastin, G'azo masalasi hal bo'lgandan keyin Arab dunyosining İsrail bilan bo'lgan dushmanlashish vaziyatlariga xotim berish va bu kelishimga qo'l qo'yish o'zaro davlatlar. Bu jihatda Donald Trump efendim shu Al-Sharahni İbrahim kelishimiga qo'l qo'yishga da'vat qilgan. Al-Sharah efendim o'zining ba'zi takliflarini o'tirib qo'ydi va o'zining yana shu İbrahim kelishimiga qo'l qo'yish orzusining borligini ifodaladi. Endi agar bu kelishim to'liq amalga oshgan vaqt amalga oshsa, O'rta Sharqda yangi bir diplomatik davr boshlandi. Bir-biri bilan dushmanlashib yashaydigan davrga xotim berildi. Demak, bundaq bo'lgan ahvol ostida dunyoning diqqati, dunyo siyosatchilarining diqqati faqat shu nimaga markazlashini, shu Sharqiy Turkiston, ya'ni shu Uyg'urlar masalasiga markazlashdi. Asosiy diqqat Xitoyga markazlashdi deb o'ylayman. Shuning uchun bu jihatda İbrahim kelishimi nəhayət mühim ahamiyatga ega. Qozog'istonmi o'tganda Aqsaroyda ko'rishgan vaqtda Donald Trump efendim bilan İbrahim kelishimnomasiga qo'l qo'yganligini bildirdi. İnşallah yana nurg'ulg'an davlatlar shu İbrahim kelishimiga qo'l qo'yib, O'rta Sharqda İsrail dushmanligini tugatib, G'azo va Falastin masalalarini to'liq hal qilib bo'ladi deb o'ylayman. Shundaq bo'lgan vaqtida uningdan keyin Uyg'urlarning masalasi dunyo sahnasiga o'zi yolg'iz parlab chiqadi deb o'ylayman. Bu nuqtadan qaraganda İbrahim anlaşmasınınki imzalanishi va yo'l qo'yishi Uyg'urlar nuqtasidan bir xayrlik ish hisoblandi. Undan boshqa Amerika hukumati yana Suriyaga mablag' silib, Suriyani gullantirish uchun yaxshi strategik planlarni o'tirib qo'yayotdi. Ham Amerika Suriyada bir harbiy baza qurishni o'ylashyapti. Suriyada qurilgan harbiy baza, undan keyin Zangezur koridorining 100 yillik Amerikaga ijaraga berilishi, O'rta Osiyo davlatlarininki Amerikaga chaqirtilib, Amerika bilan hamkorlik o'rnatishi va shuning o'xshagan Afg'onistondagi Bag'ram
hərbiy bazasınınki yana qaytadan Talibanlardan tələb qılınışı, Pakistan bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarning intayin yaxshilanib, Amerikaning Pakistanninki Amerikaga shu Xitoyning Guada portidagi yenidagi bir portni 100 yillik ijaraga berishni taklif qilishi qatorliqlarning hammasi yig'ilgan vaqtida shu Xitoyni bir bulonga qistab qo'yishdan iborat bu hisoblandi. Xitoy bir bulonga qistalganda, bir bulonga Xitoyga jazolangan vaqtida Uyg'urlarning masalalarimi jiddiy ravishda kun yuziga ko'tarilib chiqdi deb o'ylayman. Uningdan boshqa Tayvan masalasida Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi surkilish Endi Xitoyni agar bir narsa o'qitish to'g'ri kelib qolsa, Xitoy bir daryoda yashaydigan bir Prana degan bir beliq bor. Shu beliqqa o'qitishga to'g'ri keldi. Bu kichik, o'ziga kichik bo'lsa-mu, lekin tishlari o'tkir bo'lib, dunyoni bir shu daryoga o'xshasak, dunyodagi millatlar, davlatlar, bu Amerika qatorliq davlatlar bu kichik Pranani ko'zga ilmay, qanchalik nima ish qila oladi bu, qani bir yo'g'nab baqsin deb, buningki taraqqiy qilishiga, yukselishiga sal qarab kelib, buni shu daryoda bek yo'g'onchilik qilib ketishiga o'zlari yo'l qo'yib bergan. Endi bugungi kuni kelganda bu Prana bu daryolarni qonga bo'yayotdi. Yiroq sharqdagi Prana Xitoy hozir bu daryoda o'zim hokim bo'lman deb boshqa kuchli tishlar bilan boshqa beliqlarni tishlab qonga bo'yab daryoni bu boshqa beliqlarni yashashga yo'l qo'ymayotdi. Hozir bu daryodagi beliqlar his qildi buni deb o'ylayman. Shuning uchun Xitoyni bir bulonga hozir qistavotdi. Shunchalik holatda bo'lsa, Xitoy dunyoga bir savol, dunyo o'zlariga bir savol qo'ydi va shunday bir savol kelib chiqdi. Uyg'urlarga qanchalik darajada zulmlarni va tasavvur qilganim bo'lmaydigan darajadagi qirg'inchiliklarni olib keldi degan savol paydo bo'ldi bu yerda. Endi programmamning oxirgi qismlariga qarab ketyapman. Hozir endi shu yaqinda shu o'z Suriyadagi qurolli kurashchilarimiz, qurolli jangchilarimiz masalasiga kelsak, hozir o'zinglar bilsizlar, davlat manfaati dindinmi, Qur'on adolatidanmi ustun turayotgan urug' tuqqanchilik va shu qarindoshlik deganlarni to'nmaydigan bir rahimsiz bir davrda yashayapmiz. Uyg'urlar shunga Suriyadagi bu Uyg'urlar qurolli kurashchilarimizdan ahvolidan chet ellardagi Uyg'urlar har zaman ansirash ichida. Ular balkim dunyodagi bir chempion bo'lib parlashi mumkin va yoki qurbonlik bo'lib ketishi mumkin. Mushu ikki yo'l bularning oldida ko'rilib turibdi. Amerika tarafga yaqin turishi Uyg'urlarning qurbonlik bo'lib ketishiningki xatarini azaytadi. Suriyadagi Uyg'ur 84-diviziya sining mavjud bo'lib turishi yashada. Xitoyningki Suriya uchun qizil sizg'i bo'lib hisoblandi. Xitoy Suriya bilan iqtisodiy munosabatlarga kirgan vaqtida shuni shart qilib turib, shartlik holda yordamga, shartlik holda iqtisodiy to'xtamlarga o'tishi mumkin. Ondan boshqa Uyg'ur askarlarininki davlat armiyasi darajasi ko'tarilishi Suriyadagi boshqa guruhlar orasidami qizg'inish paydo qilishi mumkin.
Şuna Uyg'urlar o'zining mustaqil bir askariy qo'shinni qurib chiqishga va yoki boshqa xalqaro qurolli kuchlar bilan birlashishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Undan boshqa shu programmamning oxirgi uchurlariga qarab maga vaqtida tuvandagi bir uchurni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Shu yaqinda Shveysariyada yashaydigan Abdushukur Abdurashid ismli bir qarindoshimiz Yahudi davlati nomli kitobni inglizchadan tarjima qilib nashr qildi. Bu kitobninki bek qilin tom kitob emas. Bu kitob faqat 174 betlik kitap. Bunun PDF nusxasini Uyghur Akademiyasining tor betidan topa olasizlar. Mush kitobni o'qib baqsanglar bo'ldi. Uyg'urlar hozir navbatda qiladigan ishlarning biri shu mashhur kishilarningki shunaq o'z davlat Yahudiga o'xshash millatlarning o'z davlatini qanday qilib qurib chiqqanligi haqidagi o'rnak kitoblarni yaxshi o'qishi, quruq munozirlardan qat'iy qo'l uzishi, o'ziniki bir qurolli qo'shinni qurib chiqish yo'llari haqida izlanishi, Xitoy bo'lgandan keyin qanday bir shakldagi bir davlat qurib chiqamiz degan shunday temalarda munoziralarni ipirishi va jiddiy ravishda Xitoy bo'lgandan keyingi davlat tuzilmalarimiz haqida izlanish, o'ylanishga o'tishi kerak deb o'ylayman. Xitoyniki shu 1000 yillik tarixida o'tgan bir vijdonliq bir kishisi bor, u bo'lsin Lushin, yozuvchi Lushin. Lushinning shunday bir so'zi bor. Dunyoda aslida yo'l yo'q edi, yo'l mangan sir ichilgan degan. Uyg'urlarning aslida yo'l yo'q edi dunyoda. Yo'lni mangan siri ichilib shu kunga keldi. Shuning uchun nurg'ulg'an Uyg'urlar quruq munozirlarni oz qilib yo'l menish kerak. Uyg'urlarning yo'lini menish kerak. Siz va men yo'l mangan vaqtida Uyg'ur davosi yuksak bir darajaga ko'tarildi. Butunlay yo'l mangan vaqtimizda biz o'zimizni o'ylaydigan, oilamizni o'ylaydigan, shaxsiy manfaatimizni o'ylaydigan, ota-onamizni ko'rib olishni o'ylaydigan, Urumchidagi restoranimizni o'ylaydigan, Urumchidagi qo'ra joylarimizni o'ylaydigan bu tugumas manfaatlar chambiridan to'liq qutulib chiqib vatan millatning taqdiri haqida o'ylanadigan kishilarga aylanamiz. Yo'l mangan vaqtimizda Xitoyning qo'lishini ozroq bo'lishimi teziltiramiz. Shuning uchun yo'l mangadigan Uyg'urlardan bo'laylik. Jim to'xtab qoladigan Uyg'urlardan emas, yo'l mangadigan Uyg'urlardan bo'laylik. Yaqında Uyg'ur ayollari Myunxenda yig'ilib dunyoga Berlin xitobnomasini jakaldi. Mana bu yo'l manganlik. Mushundaq yo'llarni, nurg'unlagan yo'llarni ajoyli, tarmoq yo'llarni ajoyli, faqat diqqatimiz va faqatlam diqqatimizning butun zehnimiz mushu millatimiz va xalqimizni Xitoyning razil changalidan qutultirish uchun izlanadigan yo'llarda bo'lsin. Yani bir qitim yo'l dunyoda aslida yo'l yo'q edi, yo'l mangan sir ichilgan. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.